oxirgi 10 yillik ichida dolzarb muammolarga aylanib borayotgan kundan kunga asosan 18 hamda 50 yoshgacha bo'lgan erkaklar o'rtasida juda ham ko'p tarqalgan bu kasallik. Buni hech qanaqangi uy sharoitida qanaqangi davolash usullari deyarli imkoniyati yo'q. Erkaklarda uchraydigan, moyakka boradigan varikoz qon tomirlarining kengayishi hisobidan kelib chiqadigan kasallik hisoblanadi. Sklerozant degan o'zini maxsus kontrasti bor. Operatsiyamiz davomiyligi 15-20 daqiqa davom etadi. Operatsiya bo'lgan kuniyoq uyiga javob beriladi. Boshqa viloyatdan, qo'shni viloyatdan kelgan bemorlarimiz uchun shu klinikamizda bir kun olib qolish imkoniyatimiz ham bor. Bemorlarimiz bir oygacha og'ir jismoniy mehnatni cheklab turib, o'zini odatiy hayotiga, o'zini ishiga, kasbiga qaytib bemalol ishlarini qilib yurishi mumkin. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlar bilan Vitamed klinikasi urolog androlog shifokori Muhammadiyev Sherali Ravshanovich. Men bu sohada 10 yillik tajribaga ega urolog androlog shifokoriman. Hozirgi kunda oxirgi 10 yillik ichida dolzarb mavzuga aylanib borayotgan varikozelli kasalligi haqida to'xtalib o'tamiz. Bilishimiz kerak bo'lgan narsalar, bu kasallik o'zi nima? Bu kasallik qanday holatda kelib chiqadi? Bu kasallik aniqlangan bo'lsa, sizga qanaqangi diagnoz qo'yish hozirgi kunda eng dolzarb muammo bo'lib turibdi. Yoki bo'lmasa sizga qanaqangi diagnoz qo'yish kerak ekanligi yoki diagnozdan keyingi kasallikni davolash usullari, konservativ dori-darmon bilan yoki bo'lmasa operativ, ya'ni operatsiya yo'li bilan davolash. Operatsiya qilganda ham qanaqangi turdagi operatsiya qilish sizga to'g'ri keladi. Shu haqida gaplashib o'tamiz. Varikozelli kasalligi nima? Varikozelli kasalligi bu erkaklarda uchraydigan varikoz qon tomirlarining moyakka boradigan varikoz qon tomirlarining kengayishi hisobidan kelib chiqadigan kasallik hisoblanadi. Varikoz kasallik kimlarda ko'proq uchraydi? Asosan 18 hamda 50 yoshgacha bo'lgan erkaklar o'rtasida juda ham ko'p tarqalgan bu kasallik. Nega aynan shu yoshda? Chunki bu yosh erkaklarimiz haqiqiy jismoniy mehnat qiladigan, balog'atga yetgan yosh davri hisoblanganligi uchun og'ir jismoniy mehnat, og'ir jismoniy nagruzka yoki bo'lmasa qanaqangidir jismoniy mashqlardan keyingi qorin ichidagi bosimni oshishi hisobidan moyak qon tomirlarida qonning teskari oqimining hosil bo'lishi, ya'ni reversiya hisobidan o'zi aslida har bitta a'zoga borayotgan qon tomirlarda arteriya qon tomirlari borib, vena qon tomirlariga aylanib, a'zodan vena qon tomirlari bo'lib chiqib, yurakka qaytib keladi. Shunday vaqtda tomirlarni mustahkamligini yetishmovchiligi, qorin ichidagi bosimning oshishi natijasida varikoz kasalligi kelib chiqadi. Varikoz kasalligi diagnostika qo'yishning eng samarali usuli bu albatta UZI yoki ultratovush tekshiruvi natijasida qo'yiladi yoki Doppler qilinadi. Ayrim holatlarda aytadiki, kimdir meni moyagimda varikoz kengan qon tomirim bor, o'zimga seziladi, og'rig'im bor, yurganimda xalaqit beradi yoki jismoniy ish qilgan paytimda moyagim pastga osilishi holati kuzatiladi. Lekin UZI qilganimda menda varikoz yo'q degan tashxis qo'yilyapti deyiladi. Bu ikki xil holatda bo'lishi mumkin. Varikozelli kasalligini subklinik turi ham bor, subklinik turi deyiladi. Bu holatida siz o'zida qilganingizda tomirlarda hech qanaqangi o'zgarish sezilmaydi, lekin vrachning oldiga kelganingizda doktor sizni ko'zdan kechirganda, yana palpator tekshirganda, palpatsiya usulidan moyaklaringizni tekshirganda varikoz kengan qon tomirlaringiz qo'lga ushlanishi mumkin. Bunda nima qilish kerak? Ko'pincha bu holatda bemorlar ikkilanadi. Menda operatsiya qilinadigan turimi yoki konservativ davolanadigan turimi. Shuning uchun ham UZI Doppler qilganda moyakning kengaygan tomirlariga qarab darajalarga ajratiladi. Varikozelli kasalligining 3 ta darajasi bor. Birinchi darajasida varikozelli kasalligini varikoz kengan qon tomirlar vizual ko'rganda moyaklarda sezilmaydi, vizual ko'rganda ham ko'zga tashlanmaydi, lekin jismoniy mashq qilganda 20-30 marta bemorni o'tirg'izib turg'izganingizdan keyin UZI tekshiruvini qilsangiz yoki palpator ko'rsangiz, o'shanda moyaklarda tomirlarni sezishingiz mumkin. Bu birinchi daraja deyiladi. Ikkinchi darajasida siz vizual ko'z bilan ko'rganingizda moyakning ko'rinishidan ham bilsa bo'ladiki, shu varikoz kengan qon tomirlari bor va ushlaganingizda palpatsiya qilganingizda ko'zga ko'rinadi. Bunday holatda moyakning hajmi o'z holatida qolgan, o'zgarmagan. Ikkita moyak ham bir xil razmerda. Keyingi 3-darajasida bo'layotgan bo'lsa, varikoz kengan qon tomirlari juda ham yaqqol ko'zga ko'rinadi hamda moyakning hajmi ikkita moyakning hajmi bir-biridan farq qiladi. Ya'ni varikozga uchragan tarafdagi moyagining hajmi kichrayadi. Bu 3-darajasi. Qanday holatda operatsiyaga ko'rsatma bo'ladi? Operatsiyaga ko'rsatma bo'lishi uchun показаник operatsiya bu qachonki moyakni varikoz kengagan qon tomirida
birinchi darajasida operatsiya qilinmaydi. Faqatgina bemorga og'ir jismoniy mehnatni cheklash yo'li bilan yordam qilish mumkin yoki bo'lmasa ayrim venatonik dori vositalari bor. Shularni iste'mol qilsa, bu darajasi ikkinchi darajaga o'tib yoki uchinchi darajaga o'tib ketmasligini oldini olishingiz mumkin, lekin bu o'sha birinchi darajasi saqlab qolishga yordam beradi. Ikkinchi darajasi hamda uchinchi darajasida to'g'ridan to'g'ri ko'rsatma, faqatgina operatsiya. Operatsiya yo'li bilan yaxshi bo'ladi bemor. Bizda hozirgi kunda 2025-26 yildagi VOZ hamda urologiya standarti bo'yicha varikoselli kasalligi agar operatsiya qilinadigan bo'lsa, yaqqol hozir rivojlangan ikkita turdagi operatsiya turi bor. Bittasi paxoviy oblastdan deyiladi, cho'g' kanalining ustidan kesib qilinadigan kichik kesma orqali marmar operatsiyasi deyiladi. Bu albatta mikroskop ostida bajarilishga, chunki mikroskop ostida bajarilishidan yaxshi tarafi har bitta qon tomirlarini alohida ko'rib, eng asosiysi urug' tuzumchasini chiqargan vaqtda e'tibor beriladigan urug' tuzumchasiga zarar yetkazmasdan turib operatsiya qilish imkoniyati bor. Chunki oddiy ko'z bilan qaraganda, mikroskop orqali ko'rganda buni 15-20 martagacha kattalashtirib beradi, tomirlarni alohida ajratishga yordam beradi hamda sizda keyinchalik retsidiv, bu kasallikning qaytalanishi yoki bo'lmasam sizda gidrotselli vodyanka kasalligi kelib chiqishini oldini oladi. Shuning uchun mikroskopik varikoselli operatsiyasi bizning klinikamizda ham bor. Biz ham bu operatsiyadan mikroskop yordamida foydalanib qilamiz. Operatsiyamiz davomiyligi 15-20 daqiqa davom etadi. Mahalliy og'riqsizlantirishda kichkina kesmalar orqali plastik chok qo'yib biz operatsiya qilib beramiz. Bemorimiz operatsiya bo'lgan kuniyoq uyiga javob beradi. 1 soat, 2 soat davomida nazorat qilishimiz mumkin, uyiga javob beramiz. Albatta uzoq rayondan kelgan yoki boshqa viloyatdan, qo'shni viloyatdan kelgan bemorlarimiz uchun shu klinikamizda bir kun olib qolish imkoniyatimiz ham bor. Oldilari varikoz kasalligi agar aniqlansa, biz o'zimdan eslab bilaman, talabalik vaqtimizda Buxoro davlat tibbiyot institutida o'qiganman. Buning uchun ustozlarimga hammasiga rahmat demoqchiman. Shu vaqt bilan shu imkoniyatdan foydalanib, chunki bizda oldin Ivanisevich usulida operatsiya qilinardi. Ivanisevich usuli yonbor sohasidan kesib qilinadigan usul, unda kesma kattaroq hamda qorin pardani ortiga o'tib operatsiya qilinardi. Qorin parda ajratilib operatsiya qilinardi. Bu usulda o'zgarishli kamchiliklari bor edi, retsidiv qilish imkoniyati ko'p edi. Bunda 40% gacha retsidiv berish mumkin, chunki retsidiv degan qaytalanishi mumkin edi. Marmar operatsiyasida retsidiv bunda ham bor, yo'q emas. Bu hech qachon operatsiya qildim, shu bilan yaxshi bo'lib ketaman degan narsa noto'g'ri. Kim qilishidan, doktor qanaqangi doktor qilishidan, nimadan foydalanib qilishidan qat'iy nazar statistikada 8-10% gacha qaytalanish retsidiv ehtimolligi bor bu kasallikda ham. Agarda siz videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, like va podpiska bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Shu mavzuda sizni qanaqangi savollar qiziqtirayotgan bo'lsa, kommentariyaga yozishingiz mumkin. O'zim shaxsan siz bilan bog'lanaman. Marmar usulidan tashqari yana operatsiya qilishda embolizatsiya qilish usullari ham bor. Buni urolog vrachlar bajarmaydi bu operatsiyani. Balkim kimdir bajarishi mumkin, bilmadim. Bu ko'pincha intervensionist, ya'ni kardio jarrohlar bu operatsiyani qiladi. Ya'ni intervension kardiologlarimiz kichkinagina kesma orqali sondan yoki qo'l orqali kirib borib, mo'yakni qon tomirlarigacha yetib boradi. Rentgen ostidan nazorat qilib, kontrast modda yuborib, o'sha kengaygan qon tomirlarini ko'rib, hech qanaqangi tashqaridan kesma bo'lmaydi. Shu orqali kirib borib, o'sha kengaygan varikoz qon tomirlarini ichiga hech qanaqa kesmasdan, bog'lamasdan faqatgina o'sha embolizatsiya qiladigan sklerozant degan o'zini maxsus kontrasti bor. Kleyga o'xshash, shilimshiqqa o'xshash yoki ko'pikka o'xshash moddasi bor. Shuni vena qon tomiriga yuborib, o'sha yerdagi qon aylanishini to'xtatib, reversiyani oldini oladi o'shanda. Bu ham zamonaviy usullardan bittasi hisoblanadi. Varikozelli kasalligini kimlarga qilish kerak? Agarda sizda varikoz kengaygan qon tomirlar bor ekanligi, 2-3 daraja ekanligi aniqlansa, sizda spermogrammada o'zgarish, bu narsa sizga spermogrammaga o'zgarish bergan bo'lsa, ya'ni spermatozitlarning miqdorini, sifatini, harakatchanligini pasaytirgan bo'lsa, sizda yoki bo'lmasa og'riq berayotgan bo'lsa, bunda operatsiya qilishingizga pakazaniya bo'lishi mumkin. Agarda siz yosh darajasiga to'g'ri kelsangiz, varikozingiz borligi aniq bo'lsa, lekin sizda farzandsizlikdan muammo yo'q, farzandlaringiz bor, yoshingiz 50 yosh va undan katta bo'ladigan bo'lsa, bu kengaygan qon tomir sizga xalaqit bermasa, buni operatsiya qilmasdan ham yurishingiz mumkin. Bu imенно ikkinchi daraja ekan yoki shunaqangi ekan operatsiya qilishim kerak ekan degan fikr juda ham noto'g'ri. Shuning uchun sizga qanaqangi ko'rsatma bor ekanligini agarda mutaxassisga kelib uchrasangiz, mutaxassis sizga maslahat berib ko'rib aytadi.
Varikoz kasalligini agarda birinchi darajasi bo'ladigan bo'lsa, yuqorida aytganimdek, shifokorga kelish shart emas. Ikkinchi darajasida mutaxassisga kelib ko'rinasiz, u sizga qanaqangi to'g'ri yo'l bo'lishi haqida fikr aytadi. Buni hech qanaqangi uy sharoitida qanaqangi davolash usullari kim tavsiya qilgan bo'lsa ham, buni davolashda deyarli imkoniyat yo'q. Chunki yoki konservativ yoki operativ davo qilinadi. Shunda siz bu muammodan butunlay qutulishingiz mumkin. Agarda sizda vaqt yillar davomida spermogramma ko'rsatkichida o'zgarish yo'q, lekin varikoz tomirlaringiz bor hamda farzandsizlik muammosi bo'layotgan bo'lsa, unda ham shifokor mutaxassisga ko'rinsangiz sizga to'g'ri maslahat beradi. Varikoz kasalligini operatsiyadan keyingi reabilitatsiya davriga qarab turib ham ajratiladi. Bu ya'ni oldinlari manbalarda keltirishcha, biz institutda o'qigan vaqtimizda 6 oygacha hech qanaqangi og'ir jismoniy nagruzkani kamaytirish kerak degan fikr bo'lardi. Hozirgi kunda operatsiyani mikroskop orqali qilinayotganligi, bemorlarimiz 1 oygacha og'ir jismoniy mehnatni cheklab turib, bundan buyog'iga o'zini odatiy hayotiga, o'zini ishiga, kasbiga qaytib bemalol ishlarini qilib yurishi mumkin. Agar sizda ham shu va shunga o'xshash urologik muammolar bezovta qilayotgan bo'lsa, bizning Vitamed klinikamizga murojaat qilishingiz mumkin. Bizda zamonaviy oxirgi texnologiya orqali sizga to'g'ri tashxis qo'yib, sizni muammongizni birgalikda yechishga yordam qilamiz. Agar sizni qanaqangidir qiziqtirgan savollar bo'layotgan bo'lsa, pastdagi telefon orqali aloqaga chiqishingiz mumkin.